Burger King o'zining eng katta raqobatchisi McDonald's ustidan kuldi va o'ziga ko'plab iste'molchilar oqimini jalb qildi. Burger King juda ham ayyorona va eng aqlli reklama kompaniyalaridan birini ishga tushirdi. 2018-yilda Burger King o'zining yangi mobil ilovasi ishlab chiqadi va uni targ'ib qilmoqchi bo'ladi. Oddiy reklama qilib qo'ysa ham bo'lardi, lekin ular boshqacha yo'l tutdi. Reklama g'oyasi shunday ediki, agar siz Burger King ilovasini yuklab olgan bo'lsangiz va zakazni aynan McDonald'sning parkovkasida amalga oshirsangiz, bitta burger sizga atigi 1 sentga tushgan. Tabiiyki bu taklif odamlarga yoqib tushdi va millionlab odamlar McDonald's parkovkasiga borib, ilovani yuklab, buyurtma bera boshladi. Natijada bu reklama boshlangandan keyin Burger King ilovasi App Store'da eng ko'p yuklab olingan ilovalar qatorida birinchi o'ringa ko'tarildi. Xullas, bu reklama Burger King uchun butun dunyo bo'ylab bepul PR vazifasini o'tab berdi. Tabiiyki o'sha paytda sotuvlar keskin oshib ketgan. Eng qiziq joyi shundaki, deyarli bu reklama kompaniyasi McDonald's hisobiga bo'ldi. O'zi marketingda eng katta darslardan biri raqibingizni o'zingizni eng kuchli reklamangizga aylantirishdir. Burger King McDonald's ustidan kulmadi, ularni shunchaki vositaga aylantirdi. Marketing haqida bundan ham qiziqroq ma'lumotlar uchun sahifamga obuna bo'ling, chunki bu foydali.